Agar Qur'on hofizlariga Qur'onni undan harflari o'chirib yuborilgan nusxasini bersak qanday holat bo'ladi? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Eng ko'p Qur'on hofizlari qo'rqadigan narsa bu Qur'on oyatlarini unutib qo'yishligidir yoki undan qalblari chalg'ib qolib, Allohning kalomidan xoli bo'lib qolishligidir. Qancha kishilar mendan va hatto sizlardan ham oldingizdan o'tishdi. Ular yoshliklarida Qur'onni hofiz bo'lishganda, lekin afsuski katta bo'lganda ular uni unutishgan. Bunga hasratlar bo'lsin. Bundan avvalgi o'tgan yozda Muhayyam Tajil Viqor 3ni o'tkazganimizda o'nlab shogirdlarni, talablarni chiqargandik Qur'on yodlashlik uchun. Va shunda menga fikr kelib qoldi. Bu shunday fikrki, bu talablar bilan va Qur'on hofizlari bilan bo'ladigan shunday tajribaki, bu katta risolatni o'z ichiga oladi. Aynan mana shu kitob. Bu kitob ko'rinishidan mushafga ayni o'xshaydi, lekin uni ichida harakatlar va oyatlar yo'q. Ba'zi talablarni va Qur'on hofizlarini hech bir fikrsiz hozirladik-da, ularni mana bu mushafdan ba'zi oyatlar o'qib berishligini talab qildik. Va ularni mana shu mushaf berilgandagi holatlarni yozib oldik. Ularning hissiyotlarini yozib oldik. Ya'ni Qur'onni ochgan paytda ularga aytdimki, agar Qur'on qalbdan chiqarib olib tashlanadigan bo'lsa nima bo'ladi? Men Qur'onsiz hech narsa emasman. Harfiga Qur'onsiz hech narsa emasman. Qo'rqinchli, juda ham qo'rqinchli. Qur'on olib tashlanadigan bo'lsa nima bo'ladi? Allohga qasamki, bu haqiqiy musibatdir. Qanday, ya'ni qo'rqib ketadi. Har bir Qur'on ushlab, undan hech narsa o'qiy olmagan inson qo'rqib ketadi. Qur'on yodlagan har bir kishi Qur'onni hech bir harflarsiz topganda u qalbidan go'yo mana shu Qur'on chiqib ketgandek his qiladi. Mana shu paytda torlikni va alamni his qiladi. Qo'rqinchli mashhad. Shunday mashhadki, Qur'on harflarini buyuklaydigan, uni mavjudligini buyuklaydigan mashhaddir va shunday mashhadki bizga tirik qalb qanday bo'lishini ifodalaydi. Qur'on bilan tirik qalbgina tirikdir. O'lik qalb esa ana shu Qur'ondan g'ofil bo'lganidir. Shunday mashhadki har birimizni o'zimizdan so'rashlik uchun qaytaradi. Ey qalb, agar Qur'on sendan chiqib ketadigan bo'lsa qanday bo'ladi? Subhanalloh, qo'rqinchli mavqif. Men Qur'onni ochdim-da, undan hech narsa topmadim. Subhanalloh, men xayol qildim-da, agar Qur'on yodlamagan kishi xuddiki xarob bo'lgan uy kabidir. Haqiqatdan shunday. U na dunyoni, na hayotni biladi. Men Qur'onni bo'sh holatda topganda qo'rqib ketdim. Ya'ni zoya bo'lib ketamiz. Allohga qasamki, hayot hech bir ma'nosiz bo'lib qoladi. Allohga qasamki, bu Qur'onsiz hayot yo'q. Bu ma'nosiz hayot yo'q. Qur'onni hech qancha bo'lmadi yodlaganimizga, lekin qachonki Qur'onni mushafni ochib uni o'qiganimizda safhalarini, unda albatta xotirjamlikni, sakinatni, nurni his qilamiz. Men yodlaganman, lekin unda baraka bor, unda ozuqa bor. U buyuk bir yaxshilikdir. Uni so'zi malollantirmaydi, uni so'zi kelantirmaydi. Unda go'zallik ziyoda bo'ladi, xuddi Imom Shotibiy rahimahulloh zikr qilgani kabi. Bu ibrat va mau'izadir. Allohga qasamki, qaysi oyatga yetib keladigan bo'lsam, unga eshitadigan bo'lsam, Alloh Qur'onni qalbimizda sobit qilgin. Qur'onsiz tirik emasman, yashay. Qur'onsiz tirik emasman. Qur'onsiz yashashlikka qodir emasman.